Biz kufrini, shirkini ko'rmagan, bilaks islomini ko'rib turgan odamlarni takfir qilmaymiz. Ammo ular bizni mana shu so'zimiz uchun takfir qilishyapti. Bu esa nohaq takfir deb bilamiz. Xuddi o'sha ahli fatra masalasida olimoziy takfir qilmaganlarni takfir qilgani kabi. Bu odamlarga biz bid'atchi, havorij deb ism beramiz. Chunki ommaning takfiri masalasi mana shu havorijlardan qolgan masala. Biz ham aytamiz, masalan, Mavaroun Nahr jahmiy bo'lib ketdi, Turkiya so'pi bo'lib ketdi, Eron rofiziy bo'lib ketdi, Najdiylar tamiychi bo'lib ketdi deb. Bu degani Mavaroun Nahrda hamma ahli murtad bo'lib ketdi, yo Turkiyani hamma ahli murtad bo'lib ketdi, Najdiylar hammasi murtad bo'lib ketdi degani emas. Bir o'lkada bir kufrni mashhur bo'lib keng tarqalib ketishligi ana shu o'lkaning barcha odamlari murtad bo'ldi degani emas. Bu so'z uchun bizga asar kerak, dalil kerak. Men aynan mana shu nuqta haqida hech kundan beri bahs yurityapman. Odamlar gapimni noto'g'ri tushunishib, ommani takfir qilmaymiz deyapti. Demak, barcha odamni musulmon sanayapti deb o'zlarining ro'y fikrlari bilan shunaqa tuhmatlar o'ylab topishdi. Hatto Abror Muxtorni ham musulmon deyapti va to'g'ri kelgan joydan go'sht sotib olsa bo'laveradi deyapti degan gaplargacha tarqatishdi. Podsholar haqida savol berishib, ularga asar bilan ularga hozirgi kunda ko'tarilishlik joiz emas, ularga qarshi jang qilishlik joiz emas deb bergan javobimga amirlarni, Saudiyani podshosi Salmonni, Dubayni podsholarini amirlarim deyapti deb gap chiqarishdi. Madhaliylikda ayblashdi. Mayli, kim nima desa desin, albatta har bir so'z yoziladi. Farishtalar buni yozib turibdi. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Og'zidan qanaqa so'z chiqmasin, uni kuzatib turuvchi farishtalar daftarlariga tushirishyapti. Qiyomat kunida albatta bundan hisob-kitob bor.